Shakarboy do'stimizni bir akaxoni bor, bizda ham akamiz. Arabxona qishlog'idan kelgan Rahimjon akamiz Ziyodov mana shu davramizda ishtirok etyapti. Bodam gullarining ko'rik tanlovining g'olibi mana shu ajoyib akamizga navbatni bersada bir ajoyib so'zi bilan, ajoyib ashulalar bilan kelin-kuyovlarga tabrik qiluvchilar. Assalomu alaykum. Mana shu to'yxonaga yig'ilgan aziz, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mana shu xonadon sohiblari va sohibalari, aziz mezbonlar. Mana bugun ajoyib to'yxonada yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Bularning sababchisi mana ikkala yosh Shakarboy ukamiz. Mana bugun hayotida baxtli kunlaridan birida guvohlik qilib o'tiribmiz hammamizdan mana shu she'rga bir yaxshi niyat bilan yig'ilib turibmiz. Albatta mana shu ikkala yoshni baxtini tilab o'tiribmiz. Mana shunday yaxshilik kunlar mana shu yerda o'tirgan insonlarning hammasiga ham nasib qilsin. Shu yerda o'tirgan insonlarning ham hammalarining ham uylarida yaxshilik kunlar, to'ylar bo'lsin. Endi Shakarjon uka bitta qo'shiq aytib berasiz deb iltimos qildi. Svetni o'chirmasangiz aytamiz uka. Gül yüzünden bana bir Musa
girib nəylə zəkat Mən səni çək giribam Qurban quləm Yar sənə qurban quləm İki tüzüm roşan yaşa
سعدم بفزولی کلجاو من سنی اولی افغاولی قرباو بلند یار سنم قرباو سینی ساو فیش مباشی قرباو بلند یار سنم قرباو یار سنم قرباو یار سنم قرباو یار سنم قرباو ولما